yaxshi-ku, hadeb dori chiqyapsan deb achchig'i kelib qolyapti-da. Bola yuvosh bo'lganda ham yumshoq bo'lgan, indamay uxlavergan, yuravergan. Endi bizga kelyapti. Soppa-sog'ib bolani nimaga unaqa deyapti deb buvasi kelyapti. Kim aytdi sizga soppa-sog'sa? Bola yaxshi-yu, yig'lamayapti-yu. Hamma yig'layotgan bola ham nevralik kasallik bo'lmaydi, hamma yuvosh bola ham sog'lom bo'lmaydi. Mana hozir tinchlanib qolgan uchun ona ham aytayapti, yana dori yozasizmi deyapti endi, to'g'rimi? Bola yaxshi bo'lib qoldi-yu degandek turishadi. Bola uxlab qolsa yaxshi bo'lib qoldi degani emas. Ha? Ba'zi bir bolalarimiz bo'ladi, yuvosh bo'ladi, umuman yig'lamaydi ham. Lekin tengqurlari o'tirganda o'tirmaydi, tengqurlar yurganda yurmaydi. Yoki ba'zi bir bolalarimiz yig'loqi bo'ladi, bir marta nevropatologga boradi, lichenlar effekt berishni boshlab, yig'lar to'xtagandan keyin shuni to'xtatib qo'yishadi. Yaxshi bo'lib qoldi bolam deb o'ylaydi. Perinatal jarohatlanishdan keyingi asoratlar degan narsa bor. Misol uchun sudurga degan narsa bor, ko'zda g'ilaylik bor, harakat va nutqiy jihatdan orqada qolish bor. O'sha asoratlar bo'lib qolmasligi uchun lichena qilinadi o'z nevropatolog tomonidan, xo'pmi? Uxlatish kerak bo'lsa, ikkita uxlatuvchi dorini berib ham uxlatib qo'yilaveradi. Maqsad uxlatish emas. Uydagilar yaxshi-ku, hadeb dori chiqyapsan deb achchig'i kelib qolyapti-da. Endi uydagilarning gapi o'shuning uchun aytayapman-da. Mana sizlarga bitta suluch aytaman. Yaqinda bitta birinchi sinf bolani olib keldi. O'sha uydagilar gapi bilan bola yuvosh bo'lganda ham yumshoq bo'lgan, indamay uxlavergan, yuravergan. Ayasi o'zi shubhalangan, nimagadir bolam yig'lamayapti degan doktorga olib borgan. Doktorga olib borish ham qanaqa? Urish janjallar bilan doktorga olib borganda. Urish janjallar bilan olib borgan, soppa-sog' uxlayotgan bolani doktorga olib borasanmi deyishganda. Keyin doktor tashxis qo'ygan, licheni yozib bergan, licheni olinmagan hali to'planlardan keyin. Ha bo'ldi, bola uxlayapti, yig'lamayapti, yaxshi yurdi. 1 yosh bo'lgan, 1 yoshga yetganda o'rtoqlari yuryapti, buniki yurmayapti. Mayli endi 1 yosh, 1,5 yosh, 1 yosh 8 oygacha ham kutamiz yurmasa. 2 yoshda ham yurmagan. Zato bola injiq bas, yaxshi yeb yotibdi, lekin yumshoqqina bo'lib yotibdi. Endi 3 yoshdami, 3,5 yoshda bola yurgan. Nutqiy jihatdan orqada, aqliy jihatdan orqada, maktabga beraman degan payti maktab endi maxsus maktabga berasan deyapti, komissiyadan o'tkazmasdan. Endi bizga kelyapti. Soppa-sog'ib bolani nimaga unaqa deyapti deb buvasi kelyapti. Kim aytdi sizga soppa-sog'sa? Bolam yig'lamasa, injiqlik qilmasa, tengqurlar bilan yuribdi, ungacha gapirib ham bo'lgan endi 7 yoshda har holda gapirib qolgan bola. Gapiryapti. Endi qo'pol qilib aytganda hayvon ham yuradida, indamay yeb ichib yuraveradi. Endi bizga faqat yurgan, yeyotgan odam kerak emas-da, to'g'rimi? Xuddi shunday hali uydagilar aytayapti degan gapda misol aytayapman, sizlarga tegmasin u gap. Ular doktor emas, ha? Mutaxassis bilan maslahat qilganimiz yaxshi. Shu o'rinda ota-onalarimizga aytamiz, agar bolamiz yuvoshgina, indamay yotgan bo'lsa, bolam sog'lom ekan demasdan bir qator o'ziga yaqinroq mutaxassis bilan bitta maslahat qilib qo'ygan yaxshiroq. Xo'p?